Assalomu alaykum, Chig'atoydan hammaga salom. Inverter kuyishiga ikkita bo'lgan sababni bitta videoga joyladim. Xalqimizga manfaatli bo'lishi uchun like bosib, kommentar yozib qo'yinglar. Akkumulyator simiga 35 shechinali kvadrat sim qo'yiladi. 35 taligini qidirib ham o'tirmadim. 10 taligini 4 tasini qo'ydim. 40 kvadrat bo'ldi. 125 amper avtomat minusiga qo'yiladi. Men faqat o'ziga qo'ydim. Minusiga qo'yishim shart emas. Xo'p, mana bu narsa juda kerakli narsa. Xo'p, o'ta kuchatili bor. Bu nimaga kerakki? Akkumulyatorni primoy inverterga ulaydigan bo'lsangiz, bu 100 amper beradi akkumulyator. Uni ichidagi kondensatorlarni kuydirib tashlaydi. Bu ishdan chiqadi inverter. Shuning uchun primoy ulash mumkin emas. Через lampochka ulasangiz, lampochka ozgina kuchini kesadi-da, kondensatorlarni sekin zaryadlab beradi. Resi katta tok bilan zarar berib qo'ymaydi. Ko'p inverterlar kuygan, bittada ulagani hisobiga. Chunki bu akkumulyator bir paytda o'zida 100 amper tok bera oladi. 100 amper juda katta tok, 5 kW bitada kirsa, bu ko'pincha kuyib qoladi. Shuning uchun buni mana kelishi, qaytib chiqishiga uzgan bo'lsam, bundan kiradi-da, через lampochka o'tib, keyin ketadi. Birinchi men buni yoqaman. O'chuv holatda hammasini o'chirib turasizlar. Bu o'chadi. Xo'p, kirish toki o'chadi. Davlatniki keyin nimani ham o'chiriladi. Quyosh paneli o'chiriladi. Hammasi o'chgandan keyin bu tablo o'chadi. Tablo o'chgandan keyin уже buni knopkasi bilan men yoqaman. Через lampochka ulanadi. Akkumulyator uzish kerak bo'lsa, xuddi shunaqa yana hammasi o'chiriladi. O'chgandan keyin buni uziladi-da, keyin buni yoqib, kirish tokini yoqiladi, keyin panellarni yoqiladi. Har doim shunaqa ketma-ketlikda qilasizlar, bo'lmasa kuyib qoladi. Mana 5 kW ko'tarmaydi buni kondensatorlar. Inverter platasi juda tez kelgan katta tokka hazm qila olmaydi. Ehtiyot bo'lamiz. Mana bu 40 kvadrat shechina bo'lgan 200 amper ko'taradi. Lekin zavodskoyi 35 bo'ladi. U ham 35 ga talabga javob berish sal qiyinroq, kamroq bo'ladi. Bundan men 1 metrdan ikkita qilganman, ikkalasi baravar. Buni 200 amperga javob beradi. 200 amperga ko'tara oladi. Bunaqa akkumulyatordan yana bitta qo'ysam, bu 100 talik. 100 amperli akkumulyator. Bundan yana bitta qo'ysam, qakras 200 amper bo'ladi, 10 kW ko'taradigan bo'ladi. 10 kW bemalol ko'taradi. Faqat bitta ulash mumkin emas. O'sha через lampochka ulanadi har doim. Shu lampochka bilan akkumulyator ulash ko'rsatib beraman. Ko'pchilikda inverter kuyibotdi. Mana bypass rejimga o'tkazdim. Bu tepaga oldim. Hozir inverter umuman aloqasi yo'q. Inverter kirishini o'chiraman. O'chdi. Inverter chirog'i ham o'chdi. Inverterni o'zim o'chiraman. O'chdi. Bo'ldi. Hozir kechqurun bo'lganligi uchun bularni o'chirishim shart emas, quyosh panellarini. Endi buni ulashdan oldin обязательно mana lampochkaga qarab turasizlar. Knopkani bosaman. Qizardi. Zaryad olyapti. Zaryad olgandan keyin bu o'chadi, qizarishi. O'chdi. Endi o'chgandan keyin mana buni yoqaman. Hozir inverterga akkumulyator ulandi. Lampochkani o'chiraman. Mana hozir bunga tok keladigan narsa yo'q. Akkumulyatordan keladi. Mana akkumulyatordan yondi. Akkumulyator ko'rsatdi. Hozir bu yonib oladi. Ungacha borib sirasi yoqmaysalar, endi ozgina aylanib olish kerak. Mana chiqilib yondi. Yongandan keyin inverterga kirish tokini yoqamiz. Hozir mana davlat toki paydo bo'ladi. Kunduzi bo'lsa panellarni o'chirib turib qolasizlar. Shundan keyin panel yoqiladi. Mana bu panel paydo bo'ladi. Hozir kechqurun bo'lganligi uchun men o'chirib yoqmadim. Bunda tok yo'q. Bo'ldi, ishga tushdi. Akkumulyatordan ishlayapti hozir. Endi buni yana o'chirish kerak bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'chirtdi. Kirish tokini o'chirasizlar. Mana kirish toki o'chdi. Bu qizil yondi. Tok yo'q deganini bildiradi. Xo'p, endi inverterni o'zini o'chiramiz. Panellarni kunduz o'chirib olasizlar. Mana bu o'chgani. Hozir men baylanib olib, o'zini sovutib olib o'chadi. Turamiz ozgina. Bo'ldi. Bunga hech qanaqa tok yo'q. Endi mana bundan o'chiraveramiz. O'chdi. Mana buni ham obязательно o'chirib qo'yasizlar. Lampochkani. Buni men o'zim o'ylab topganman. Internetda hal ko'rmadim. Xo'p, endi qaytib yoqish uchun xo'p, inverterga tok beramiz. Yondi. Chiroq yoqishini kutamiz. Yo'q, hozir o'zini yoqmaguncha chiroq yonmas ekan. Yonidan o'zini yoqdim. Chiroq yondi. Tok keldi. Mana endi
uyga ketadigan nagruskani o'chiramiz. O'chdi. Bypassdan pastga o'tkazdim. Mana buni pastga o'tkazdim. Yondi. Endi buni qo'ysam, уже o'chganning o'zi sirasiz qaysidir tok bo'lsa, o'shanga o'tib oladi bu. Bo'ldi. Через inverter ishlayapti, akkumulyator o'chuv. Mana indikator akkumulyatorning yo'tyapti. Mana bu esdan chiqmasin o'chib qo'yish. Bo'lmasa ma'misim qizib ketadi. Erib ketadi. Yuptasini matiklab qo'yganman. Mabodoga kuydirmasdan sim o'zi uzilib ketsin degan maqsadda. Endi ikkinchi sababga o'tamiz, kuyishini oldini olishga. Inverter ikkita yonida mana napas oladigani bor, chang bilan to'libdi. Mana ikkita shurupi bor, ochib, ichida gubkasi bor. Buni gubkasini tozalab turish kerak. Iloji boricha har oy qilib turgan yaxshi. Mana bu yerda ham bor. Bu yerdan havo tortadi, pastdan chiqaradi. Inverter ichini changdan himoya qiladi. Buni bir oyda bitta tozalab turasizlar. Esdan chiqmasam. Gubkali esdan chiqib to'lib qolsa changi, inverter qizib ketib kuyadi.